Peshob rangi qizilmi? Agar siz lavlagi yeganingizdan keyin shu holatni kuzatsangiz, demak ichaklaringiz teshilgan bo'lishi mumkin. Bu shunchaki oddiy holat emas, bu bituriya. Bugun ichak salomatligini uy sharoitida tekshirishni o'rganamiz. Ko'pchilik lavlagi yegandan keyin peshob qizarishini normal deb o'ylaydi. Aslida esa lavlagi tarkibidagi rang beruvchi moddalar ichak devoridan qonga o'tmasligi kerak. Agar peshob ranglansa, demak ichaklaringizning himoya to'sig'i buzilgan va ular teshik bo'lib qolgan. Bu tibbiyotda ichaklarning yuqori o'tkazuvchanligi deyiladi. Men o'z detoks dasturlarimda ishtirokchilar bilan aynan shu testni o'tkazaman. Dastur boshida test ijobiy chiqadi, lekin 2-3 haftalik to'g'ri tozalanish va ichak devorlarini tiklashdan so'ng mo'jiza yuz beradi. Test manfiy bo'ladi. Ya'ni lavlagi yesangiz ham peshob o'z rangini, somon rang sariqligini saqlab qoladi. Agar siz ham lavlagi yeganingizdan keyin shunday signal olayotgan bo'lsangiz, ichaklaringiz bilan jiddiy shug'ullanish vaqti keldi. Salomatligingiz haqida ishonchli va foydali ma'lumotlarni o'tkazib yubormaslik uchun profilimdagi havola orqali o'ting yoki izohlarda Telegram so'zini qoldiring. Biz bilan birga sog'lomlashing.